Abdusahiy Optim bozori. Like bosib, obuna bo'lib tarqatamiz. Abdusahiy Optim bozori. Like bosib tarqatamiz. Abdusahiy mana Optim. Obuna bo'ling. Nima joylardan ko'rsataman. Birinchi qo'llarda. Optim joyi. Oyoq kiyim-kechaklar hammasi Optim mana shu. Sot talab ko'rdan boshlanadi. Mana oyoq kiyimlar. Degan arzon narxlari. Optim oladiganlar uchun. Qaranglar, Xitoy fabrishni. Nima uchun Xitoylar o'zbeklardan ko'ra arzon sotishadi? Savol. Qaranglar. 120 ming Optimga ham, donaga ham. 120 ming qaranglar. O'ta qalin ayollarga ko'p keladi. O'ta qalin qaranglar. Nima uchun arzon bo'ladi savolda? Mana shuni 150 mingdan o'zbeklar olib 350 ming 400 ming sotishyapti. Ularda arzonda mana do'kon. O'ta qalin bo'ladi. Görme. Böyle 150 ming Xitoy magazinida. Abdusahiy. Böyle 150 ming Xitoy magazini. Hamma yo'q bor. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Arzon joylarda. Bundan ham arzon joyini ko'rsataman. Mana Xitoy tovar. 150 ming ekan. Ayollarga ko'pga. Arzonmi qimmatmi? Optim magazini. 150 ming mana. 150 ming. Doğru mu? Mana 500 mingdan ekan bular. 500 ming. O'zbeklarda do'koni mana. Ayollar kurtkalari. Toza Xitoy. 135 mingdan. Razmerlari bor mana. Bozor emas, magazin. Toza Xitoy. 135 ming. Qalinligini qaranglar buni. O'ta qalin ekan.